Avvalo sizlarga rahmat. Bugun nihoyatda hammamiz xursandmiz. Bugunga 21-may kuniga $1000 pul to'plabmiz. Hamma shu pul berganlardan, ehson berganlardan avvalo rahmat, ehsonlar dargohida qabul qilsin. Nimaiki orzular yaxshi niyatda bergan bo'lsa, dilidan o'tkazgan bo'lsa, hamma niyatlarini ikki dunyo Alloh ajrini bersin Xudoyim. U dunyoda emas, bu dunyoyu bu dunyo bersin ilohim. Nimaiki mana yig'uvchilarimizga ham oson bo'lmadi. Bugun nechta bo'ldik? 6 ta. 6 kishi xizmat qildi. 7 kishi ekan yaqin. Hammasiga rahmat. Sanab o'tmasdan iloji yo'q. Xonobod, Hasanqo'rg'oncha, Uchuli, Kamterin shu yurdik. Ko'chama-ko'cha shu magazinchilardan, tadbirkorlardan yig'dik. Keyin Uchi posiga bordik, Uchi posidan yig'dik. Shu o'zimizni svetofordan keyin yangi qadam svetofordan yig'dik. Hammalaringga Alloh ajrini bersin, hammalaringga rahmat. Nihoyatda xursandmiz bugun. Nimaki $1000 pulni yig'olmay turdik anchadan shu yordamchilarimiz ko'paydi. Shu pul bo'ldi mana, sabab bo'ldi. Xudo xolasa nariga yaqinlashyapmiz. Pulimiz 6000 7000 bo'lib qolar ekan, Xudo xolasa 7000 ga yaqinlashdi pulimiz, Xudo xolasa 7000 ga yaqinlashdi, Xudo xolasa. Hammalarga kuch-quvvat bersin, sabr bersin, mana shu pul yig'ib yurganlarga duo qilib turinglar. Sizlardan shu duo bemorga, shu ehson berib turganlarga, ehson yig'ib turganlarga ayniqsa oson bo'lmayapti yigitlarimizga. Bugun shamol, nimada, yomg'irda turishib, yig'ishda ko'zlariga chang to'lishib, ikki dunyo ajrini bersin Allohim. Xudo xolasa ertaga bundanda juma, Xudo xolasa qo'llardan kelganicha yana yordamchi kerak bizga. Jumada turgani, masjidlarga Xudo xolasa Buvayda, Kamterin, Yangiqo'rg'ongacha bormoqchimiz agar yordamchimiz yetsa. Iltimos sizlardan shu yordamchi yoshmi, kattami, shu karabga ko'targani odam bo'lsa bo'ldi, bizga yordam qilinglar. Xudo xolasa odamlar beryapti, bermayapti emas. Hamma qo'ldan kelganicha azmi ko'pi beryapti. Yordam qilinglar, shu duo qilib Xudo xolasa qo'ldan kelganicha kimda qana sharoiti bo'lsa, qana yordami bo'lsa bersin, beparvo bo'lmasdan. Xudo xolasa oz qoldi, Xudo xolasa shu 3-4 kunda